Aktyorlar uchun norm yoki strёm trendi. Hazoramiz. Xo'p. Rol uchun sochingizni butunlay kesib tashlash yoki kal qilish. Norm. Norm. Qizlar uchun strёm. Birinchi uchrashuvda gul olib kelish norm yoki strёm? Norm olib kelmasa strёm. Ha. Qiz bola birinchi yozsa norm yoki strёm? Strёm. Qiz bolada baribir ammamiz bor. Oyey. Ha. Urushib qolganda xayr deb 5 marta yozish norm yoki strёm? Qiz bolaga strёm. O'g'il bola yozilish kerak. Xayr. O'g'il bola kabarot. Aktyor kim chiqishimizmi rol o'ynamaymi? Ha, bilaman. Chiqishamiz aka bilan. Keyin Mishmishlar tarqalishi. norm. Endi aktyor aktrisa bu narsani to'g'ri qabul qiladi. O'z bilan o'zi gaplashish norm yoki strёm? Ну, конечно, voy вообще gaplashaman. Rol uchun vazn tashlash yoki semirish. Norm. Lekin semirishga qo'shilmayman, vazn tashlash norm. Katta pul uchun yoqtirmagan rolda o'ynash. Strёm. Menga strёm. Oila a'zolaringiz sizni tanqid qilishi. Rollaringizdan kelib chiqdi. Norm. 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 Rejissyor bilan tortishib qolish. Norm. Chunki Muammo nimadaligiga qarab. Emas. Strёm ekan. Fanat bilan sevgi munosabati. Norm. Tushunmadim. Например, yaxshi ko'rib qoldimki, siz ham yaxshi ko'rib qolishingiz bu norm. Oila va karyera orasida tanlov. Oila. Конечно. Sobiq sevgilingiz bilan bir filmda o'ynash norm yoki strёm? Sobiq sevgilingiz bilan. Endi men bunaqa bo'lmagan, bilmayman, menga strёm. Lekin strёmda. Strёm. Hay, bu chiqmaydi. Mana shunaqa bo'ladi. Juftingiz siz bilan bir sahnada bo'lishi zo'r-ku. Norm. Chotki. Rol uchun yaqin insoningizni vaqtincha unutish strёm. Farqi yo'q qanaqa rol. Strёm, конечно, hech qachon unutish kerak emas. Unutsa всё, xayr. Strёm. Я пьяный молодой, бары как домой.